Yaxshimizlar omoq do'stlar. Bugun men sizlarga buam aytgan hikmatlar degan kitobimizdan Do'ramchi maymunchoq degan hikoyani olib keldim. Qani yoqtirib anglaysizlar. Burunqi zamonda Yiroq tog'ning keyinda bir buvay yashaydi ekan. Buvay az bir parcha yeri bilan jon boqar ekan. O yerga yozda osh terib, qishda yeydi ekan. Buvayning bir tupda olma daraxti bo'lib, yoz kunlari shu daraxtdagi olmani yeb kun o'tkazar ekan. Uningdan boshqa hech nimasi yo'q ekan. Buvayning olmasi kunda bir tal tushar ekan, hamda shu bir talni yeydi ekan. Kunlarning birida buvay kapsidan chiqib qarasa, yerga tushgan olmasi yo'q turg'idek. Buvay mukunib qarab tursa, bir maymunchoqning olmani ilib qochqanligini ko'ribdi. Buvay darrov orqasidan qo'g'lab borsa, maymunchoq yugurib berib, bir quram toshning ustiga chiqib o'tirib, ishtaha bilan olmani g'amsiz yeb o'tiribdi. Buvayning sal ochig'i kelib, "Hab to'xtab tur" deb cho'qindi. Buvay oxiri bir chora izlab maymuni tutmoqchi bo'ldi. Shuning bilan atigan o'rnidan turib, vaqtni to'g'ri mo'ljarlab, kun dal tushib bo'lganda pihon joyida qarab tursa, olmaga o'ginib qolgan maymunchoq yiroqda bir olmaga, bir de buvayga qarab turgandek. Buvay endi o'zining topgan chorasi bo'yicha maymunchoq ko'z tutib turib, kesib etilgan yog'ochning ustiga kelib o'tiribdi. Ondan ko'tirib chiqqan jamdagi suvni o'tirgan yeriga surtibdi va yog'ochning ustiga o'tirib, suvni ko'zga surtib, jimmida aptapda qaqilib o'tiribdi. Bir chog' bo'lganda o'rnidan turib, yana bir jamdagi eritib qo'ygan yar yilimni qo'yib kapsiga kirib ketibdi. Buni ko'rgan Do'ramchi maymunchoq kelibla buvay qilgan usulda yar yilimni oldi bilan o'tirgan yeriga ondan ko'ziga surib, buvayning qiyofatida aptapqa qaqilib o'tiribdi. Birdamdan keyin ko'zini ochsa, ocha olmabdi. O'rnidan qopsa, qopolmabdi. Shuning bilan oxiri Do'ramchi maymunchoq buvayning qo'liga tushibdi. Yoqtirib anglaganlarmi maqtaslar? Ajoyib yaxshi bir hikoya ekan. Shundaqmi? Rahmat sizlarga.